Dadasi nima qilyapsiz? Seni ham baxtli yashashga haqqing bor onasi. Aralashma. Dadasi tinchlikmi? Sizga nima bo'lyapti? Shuncha payt meni xizmatimni qilding. O'lsin endi shu kirni yuvib berolmasam. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Dadasi nima qilyapsiz? To'g'risini ayting, yo birorta qarindoshimiz o'lib qoldimi? Tavba qildim-da. Sen baxtli yasha deb harakat qilyotibman. Oxiri baxayr bo'lsin-da. Xullas, onasi bu telefonim. Kodi 9696. Xollasang Telegramga kir, xollasang Instagramga kir, SMS'larimni o'qib titib tasha. Ol. Men tashqarida bo'laman. Bu ketishda jinni bo'lib qolish hech gap emas. Mana onasi, to'yona savdoga keldik. Xohlagan narsangni tanla. Dadasi, pulingiz yo'q-ku? Pulingiz yo'qdimi? To'yona savdoda 18 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati bor. Oyligim tushganda to'lab yuraveraman. Undan tashqari onajonisi, To'yona savdoni barcha filiallarida mahsulot xarid qilsang, aksiya ishtirokchisiga aylanasan. 100 dan ortiq sovg'alar, umraga yo'llanmalar va biz oilamiz uchun eng kerakligi 2 dona Damas qo'yib qo'yishibdi. Bittasini yutib olsak-a? Jon dadasi hazillashyapman-ding. Tadiyon! Yotaversanmi, shishib ko'pib ishga kechga olyapman. 4 choy qilib ber. Tushim ekan. Lekin birorta ayol umrida ko'rmagan tushdi. Faqat men ko'rdim.